Endi biz sizga chaqaloqning tibbiy ko'riklari haqidagi ma'lumotlarni qanday kiritishni ko'rsatamiz. Buning uchun siz vositalar bo'limiga o'tishingiz va u yerda tibbiy tekshiruvlar bo'limini topishingiz kerak. Ushbu bo'limda barcha tibbiy ko'riklaringiz va shifokorlarning izohlari ko'rsatiladi. Shuningdek, bolaning bo'yi va vazni haqida ma'lumotlarni kiritishingiz hamda bolaning bo'yi va vazni yosh standartlariga mos kelishi yoki yo'qligi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu bo'limda siz keyingi tibbiy ko'rikni rejalashtirishingiz va bu haqida eslatma o'rnatishingiz mumkin. Barcha ma'lumotlarni kiritgandan so'ng saqlash tugmasini bosing va barcha ma'lumotlaringiz ilovada saqlanadi.